Bu yıl Hazreti Alisher babamızın 585 yilligi. Bu yıl biz uchun buyuk yil. O'zimizni, o'zligimizni anglatgan inson, tilimizni qaytargan inson o'zbek tilini. Shuning uchun men Alisher bobomning quyidagi misralarini aytgim keladi. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shapuqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qapas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek ashyon bo'lmas emish. Alisher Navoiy g'azal mulkning sultoni, buyuk mutafakkir shoir. Shuning uchun ham uning g'azallari har bir inson qalbiga yaqin va uning his-tuyg'ularini qo'zg'ashning asosiy vositasi hisoblanadi. Masalan, husni ortar yuzda zulfin, ambarafshon aylagach, sham ravshanroq yonur, zulfin parishon aylagach, yuzni gullardan bezabmi, bizni qurbon aylading, yo yuzingga tegdi qonlar, bizni qurbon aylagach. Mir Nizomiddin Alisher Navoiy hazratlari insonni hayotning gul toji deb biladi. Shunday ekan, inson va hayot tushunchasini uyg'un holatda ko'radi va umr degan tushuncha hayot degan tushuncha bilan bog'langani uchun uning ushbu ruboiysiga bir e'tibor qiling. Jondin seni ko'p sevar men, ey umri aziz. Sondin seni ko'p sevar men, ey umri aziz. Har neyniki sevmak ondin ortiq bo'lmas. Ondin seni ko'p sevar men, ey umri aziz. Ko'z bilan qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi. Yuz bilan so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi. Eng bila mening yaxshi, saqog'ing yaxshi. Bir ne deyin, boshdan oyog'ing yaxshi. Hazrat Navoiyning ijodi nafaqat adabiyotimizning gultoji, balki o'zbek pedagogikasining milliy tarbiya asosi hamdir. Hazrat Navoiy qayerda qanday so'zlash haqida o'z ijodlarida ko'p nasihatlar keltirganlar. Chunonchi so'zdirki nishon berur o'likka jondin, so'zdirki berur xabar jonga jonandin, insonni so'z ayladi judo hayvondin, bilkim guhari sharifroq yo'qdir ondin. Hazrat Alisher Navoiyning baytlari, ruboiylari, g'azallari o'quvchining badiiy estetik didini oshirishda muhim adabiy vositadir. 18,000 olam oshibi agar boshindadir. Ne ajab ul sarvinozim 18 yoshindadir. Desa bo'lg'ay kim yana 18 yil husni bor. 18 yoshinda buncha fitna kim boshindadir.